Sartepa hududidan 2 xonali zamonaviy kvartira qidirayotdingizmi? Bu taklifimiz aynan siz uchun. Novostroykaning 8 qavatli Novostroykaning 6-qavatida joylashgan 2 xonali kvartiramizni tomosha qilib o'tamiz. Marhamat keling. Mana bu birinchi xonasi bo'lyapti. Hamma mebel jihozlar, televizor zona qo'yib o'tilgan. Mana bu yerda o'zining balkoni ham mavjud. Va mana bu yerda o'zining kochelnisi mavjud. Hamma xonalarda radiatorlar o'rnatilgan va mana bu yerda studiya variantidagi o'zining oshxonasi. Operator. Va mana bu yerda kirib kelish qismi bo'lyapti. Kvartiramizning umumiy maydoni 54 kvadrat metr bo'ladi. Mana bu yerda umumiy sanuzeli va keyingi xonamiz kattalar uchun yotoqxona. Bu xonamizda ham ko'rishingiz mumkin, hamma mebel jihozi tashab o'tilgan, ikkita derazasi mavjud. Kvartiramizning narxi esa 63 ming AQSh dollari, chiroyligina savdosi qilib beramiz.